Sizlar fikrlar juda ham qiziqdi. Mana shu ochuv joy nimaga qoldirilgan deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum hammaga. Yana bitta obyektga keldik. Bu podvaldan birinchi etaj chiqadigan joy, tepaga ketgan, ikkinchi etajga qarab ochuv joy. Mana shu joylar nimaga qoldirilgan? Mana shu joyi hozir bolalarga bezapaslik qilib yopib beramiz. Yopgan ish jarayonimizni hozir ko'rsatamiz. İşimiz yoqqan bo'lsa, like bilan podpiskani bosib ketaverasizlar. Mana biz ishlarni yakunlab oldik. Mana bu yerda mana bunaqa narsa qilib 10 talik koloniya oyna qo'yganmiz. 90 kilolik bola oyna chiqib ko'radi. Mana bemalol ko'taradi. Xudo xolasa. Endi boyagi masala, bu nimaga ochiq qolgan, unaqa joyni nimaga ochiq qoldirib ketishgani sababini aytib o'taman. Bu yerda podvalga yorug'lik tushish uchun maqsadda mana shu ochiq qoldirishgan ekan. Tepadan yorug' bo'lib, pastga yorug'lik tushish uchun ochiq qoldirilgan ekan.